Ma'rifat izlab. Inson o'zini baxt saodatga eltadigan ilm ma'rifatga ega bo'lish uchun avvalo o'zidagi ilm ma'rifat hosil qilish vositalari haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lishi kerak. Qadimda bu haqiqatni odamlarga bayon qilib berish niyatida uringan olimlarimizning eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri bo'lmish buyuk bobo kalonimiz Imom Abu Mansur Maturidi rahmatullohi alayh ma'rifat nazariyasini kashf qilganlar. Ana shu nazariyada jumladan quyidagilar aytiladi. Xaloyiq uchun ilmning vositalari 3 tadir. Sog'lom his qilish a'zolari, aql va sodiq xabar. Sog'lom his qilish a'zolari 5 tadir. Eshitish, ko'rish, hidlash, tatish va ushlash. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi. Alloh taolo insonga qo'shib yaratgan tuyg'ular u dunyoga kelishi bilan inson uchun dastlabki ilm olish vositasi bo'ladi. Misol uchun, chaqaloqni birov o'rgatmasa ham onasini emishi, xavf yaqinlashganda ko'zini yumishi, qorni ochganda yig'lashi va hokazolar ana shunday vositalar jumlasiga kiradi. Bu ilmiy tilda tug'ma qobiliyat, instinkt deyiladi. Lekin bu toifadagi ilm insonning barcha talablarini qondira olmaydi. Ular inson hayotining dastlabki bosqichidagi ba'zi bir ehtiyojlarnigina qondirishi mumkin xolos. Inson bir oz katta bo'lganidan keyin o'zining his qilish a'zolari orqali ma'lum bir narsalar haqida ilmga ega bo'lib boradi. Ushbu his qilish a'zolari orqali idrok qilingan narsalarni inson o'z ilmi ila ihota qila boshlaydi. Inson ko'rgan, eshitgan, hidlagan, tatigan va ushlagan narsalarini tahlil qilib, o'rganib, ularning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib, o'z ilmi ma'rifatini oshirib boradi. Mazkur his qilish a'zolaridan boshqa vosita orqali biror narsani bilishi qiyin. Misol uchun, ko'zi ojiz holda tug'ilgan odamga u qanchalar zakovatli va dono bo'lsa ham ranglarni sifatlab tushuntirib bo'lmaydi. Shuningdek, qulog'i kar holda tug'ilgan odamga u qanchalar zakovatli va dono bo'lsa ham ovozlarni sifatlab anglatib bo'lmaydi. Har qanday inson ham o'zi tatib ko'rmaguncha biror ta'mni to'liq bilishi qiyin ish. Lekin his qilish a'zolari ham to'liq ilm olish uchun kifoya qilmaydi. Ularning hammasi ham ma'lum bir chegarada ilm olish uchungina yaraydi xolos. Misol uchun, ko'z ma'lum uzoqlikdagi va ma'lum kattalikdagi ashyolarnigina ko'ra oladi. Ko'zga ko'ringan narsa undan uzoqlashtirilgan sari kichiklashib borib, oxiri ko'rinmay qoladi. Buning ustiga biron narsani ko'z bilan ko'rish uchun ma'lum miqdorda yorug'lik ham kerak. Agar qorong'ulikda qolsa, ko'zning ko'rish qobiliyati ham ishlamay qoladi. Quloq ham ma'lum darajadagi tovushlarni eshitadi. O'sha tovushdan uzoqlashgan sari yoki ovoz pasaygan sari uni eshitishi susayib boradi va oxiri quloq uni eshitmay qoladi. Ushlab bilish qobiliyati esa yana ham shartlari ko'p vositadir. Bu bilan biror ma'lumotga ega bo'lish uchun albatta badanning ma'lum qismini talab qilgan narsaga tekkizib ko'rmoq kerak. Demak, insonning barcha qobiliyatlari chegaralangan bo'lgani kabi, uning his qilish a'zolari orqali oladigan ilmi ham chegaralangandir. Ba'zida esa his qilish a'zolari xato qilishi ham mumkin. Misol uchun, sarob chanqab turgan insonga suv bo'lib ko'rinadi. Shuningdek, bir narsaning aksi suvga tushib turgan bo'lsa,
o'sha narsa odamning ko'ziga siniq bo'lib ko'rinadi. Ko'rish a'zosi xato qilganidek, eshitish, hid bilish, ushlab ko'rish va ta'm bilish a'zolari ham ko'plab xatolarni qilishi turgan gap va bu oddiy haqiqatdir. Ba'zi bir aqlini peshlay olmaganlar dunyoda his qilish a'zolari vositasida bilinadigan ashyolardan boshqa narsa yo'qligini ta'kidlaydilar. Ularning noqis aqliga ko'ra, ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab, quloq bilan eshitmagan narsa borliqda yo'q bo'lar emish. O'sha nomavjud narsalarning ro'yxatidagi avvalgi satrda Alloh taolo turar edi. Hozirgi zamon ilmi dunyoda odam bolasi his qilish a'zolari bilan bila olmaydigan, jumladan oddiy ko'z bilan ko'ra olmaydigan, oddiy quloq bilan eshita olmaydigan ko'pgina narsalar borligini kashf etmoqda. Saodatga erishish uchun ma'rifat izlab yurgan odam his qilish a'zolari bilan saodatga ertadigan ilm topish mumkin emasligini tushunib yetdi ham deylik. His qilish a'zolari orqali olinadigan ilm nuqsonli va xato bo'lishi mumkin ekan. Uning nuqsoni qanday to'ldiriladi va xatosi nima bilan to'g'rilanadi degan savol paydo bo'ladi albatta. Ushbu haqli savolga inson bu kabi nuqson va xatolarni aqli yordamida topgan ilmi ila to'ldiradi va tuzatadi degan javob beriladi. Aql ilm hosil bo'lishi uchun ishlatiladigan muhim vositadir. Aqlning ilm bilan aloqasini aqoid ilmining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Umar Nasafiy rahmatullohi alayh quyidagicha ta'riflaydi. Aql ham ilmning vositasidir. Unda o'z-o'zidan paydo bo'lgan ilm zaruriydir. Har bir narsa o'zining bo'lagidan katta ekani haqidagi ilm kabi. Aqlning mushohadasi orqali sobit bo'lgan ilm kasbiydir. Ahli haq nazdida ilhom bir narsaning to'g'riligi haqidagi ma'rifat uchun vosita emas. Insonning aqli ilm hosil qilish uchun eng muhim omildir. Aql vositasi ila hosil bo'ladigan ilm ikkiga bo'linadi. Birinchisi tahlil va mushohadasiz, bir ko'rgandayoq o'z-o'zidan paydo bo'ladigan ilm. Har bir narsa o'zining bir parchasidan ko'ra katta ekani bir ko'rinishda o'z-o'zidan bilinadi. Bu zaruriy ilm deb ataladi. Ikkinchisi, aqlni ishga solib tahlil va mushohada qilish bilan hosil bo'ladigan ilm. Bu esa o'zlashtirilgan ilm deb ataladi. Aql ila hosil bo'ladigan ilm his qilish a'zolari vositasida hosil bo'ladigan ilmdan kuchlidir. Aql vositasi ila his qilish a'zolari yo'l qo'ygan xatolar ham tuzatiladi. Masalan, suvda bir narsaning aksini singan holatda ko'rish mumkin. Bu ko'zning noto'g'ri xabaridir. Lekin aql suvda aksi shunday ko'rinayotgan narsaning aslida butun to'g'riligi haqida ilm beradi. Kasal odamga shirin taom ham nordon tuyulishi mumkin, lekin aql u taom aslida shirin ekanini anglatadi. Alloh taolo odam bolasini o'zi bergan aql bilan azizu mukarram qilib qo'ygan. Inson o'zidagi aql bilan boshqa hamma maxluqotlardan ustun turadi. Alloh bergan aql ila inson turli tadbirlar qiladi. Turli ashyolarni, har turli maxluqotlarni o'z foydasiga ishlatadi. Ayniqsa bugungi kunimizga kelib, inson o'z aqlini ishlatib, ilm ma'rifatning cho'qqalarini birin-ketin zabt etmoqda. Oyga chiqmoqda, fazoni zabt etmoqda, o'zining baxti saodati uchun turli kashfiyotlarni qilmoqda. Yana son sanoqsiz ishlarni qilishni rejalashtirmoqda.
o'z-o'zidan, demak inson aqlini ishlatib topgan narsalari uni to'liq baxt saodat bilan ta'minlashga yetarli ekanda degan xulosa chiqadi. Bu fikrni bir ovozdan tasdiqlaganlar, chunki bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatda deb qo'yishadi. Ammo musulmon ulamolar bu gapga qo'shilmaydilar. Ularning barchasi bir ovozdan insonning aqli uning to'liq baxtli bo'lishi uchun yetmaydi deydilar va bu fikrlarining tasdig'i uchun quyidagilarni aytadilar. Insonning barcha jihatlari, imkoniyatlari chegaralangani kabi aqli ham chegaralangandir. Uning aqli ko'p narsalarga yetgani bilan ba'zi narsalarga yetmasligi turgan gap. Insonning barcha a'zolari, jumladan his qilish a'zolari kamchilik va xatoga yo'l qo'ygani kabi, uning aqli ham kamchilik va xatoga yo'l qo'yishi turgan gap. Bunga misol keltirishning hojati ham yo'q. Chunki bugungi dunyo inson aqli yo'l qo'ygan xatolarga to'lib yotibdi va o'sha xatolardan azob chekmoqda. Insonda aql bo'lishi bilan birga havoyi nafs ham bor. Gohida uning havoyi nafsi aqlidan ustun kelishi hech kimga sir emas. Ana o'shanda aql bovar qilmaydigan xatolarga yo'l qo'yish ham hammaga ma'lum. Havo deganda nafsning lazzat baxsh etuvchi va shariat ruxsat bermagan shahvatlarga moyil bo'lishi tushuniladi. Shuning uchun ham bugungi aql o'z rivojining cho'qqisiga chiqqan bir paytda odamlar o'zlari uchun koni zarar bo'lgan mast qiluvchi ichimliklarni o'zlari man qila olmasdan, ularni ishlab chiqarish bo'yicha turli musobaqalar uyushtirib, mazkur zaharni ishlab chiqarishda peshqadam bo'lganlar bir-birlarini mukofotlab yurishibdi. Shuning uchun ham bugungi aql o'z rivojining cho'qqisiga chiqqan bir paytda odamlar erkakning erkakka, ayolning ayolga nikohlanishi haqida qonunlar chiqarib, bu ishlari bilan maqtanib yurishibdi. Bunday ishlardan jirkanganlarni turli ayblar ila qoralashmoqda. Bunga o'xshash misollarni istalganicha keltirishimiz mumkin. Ammo bugun inson o'z hayotidagi shikoyat qilayotgan muammolarining barchasi aqldagi nuqsonning va xatoning samarasi ekanini anglab yetsak kifoya qiladi. Qolaversa, aqlning asosiy vazifasi his qilish a'zolari naql qilgan ma'lumotlardan tahlil, qiyoslash, mushohada qilish, farqlash, turli qoidalar ishlab chiqarish orqali ilm hosil qilishdir. Shuning uchun ham aqlning xizmat doirasi his qilinishi mumkin bo'lgan olam bilan chegaralangandir. Binobarin, g'aybiy, metafizik narsalarga oid ilm aql doirasida emas. Bu narsalarni aql bilan aniq bilib bo'lmaydi. Chunki g'aybiy, metafizik narsalarni his qilish, tajribaga bo'ysundirish mutlaqo mumkin emas. Insonning his qilish doirasidan tashqari bo'lgan g'aybiy narsalar haqida aql yuritilsa, xulosa yoki natija gumondan, xayol va taxmindan boshqa narsa bo'lmaydi. Gumon, xayol va taxmin zinhor va zinhor ilmning o'rnini bosa olmaydi. Hozirda insonga baxtli hayot va'dasini berayotganlarning barchasi unga faqat aql orqali erishildi degan da'voni qilmoqdalar. Ammo o'sha aql xato qilishi, nuqsonga yo'l qo'yishi, ko'pgina holatlarda gumon, xayol va taxmin bilan ish ko'rishini unutib qo'ymoqdalar. Borgan sari insonning baxtsizligi ko'payib bormoqda. Turli muammolar ziyoda bo'lmoqda. Mazkur da'voni qiluvchi tuzumlar o'ziga bo'ysungan insonlarni baxtsiz qilib bo'lganidan keyin ba'zilari parchalanmoqda va hokazo. Shu o'rinda haqli ravishda aql orqali olingan ilm ham insonning to'liq baxti uchun yetmas ekan. Aqlning xatosini to'g'rilab,
kamchiligini to'ldiradigan, u yetmagan narsalarga yetadigan va insonni to'la to'kis baxt bilan ta'minlaydigan ilm bormi? Agar bo'lsa, u qaysi ilm degan savol o'rtaga tashlanadi. Musulmonlar ushbu savolga bir ovozdan aqlning xatosini to'g'rilab, kamchiligini to'ldiradigan, u